Gördingmi? Endi bunisini qara. Qara. Mana bunisi 4 metr, bunisi 3.70. Bunisi Xitoydagi Atsinkovga qilingan, cheksiz miqdorda bor. Bunisi O'zbekniki, cheksiz miqdorda bor, 3.70 metri. Xudo xolisa do'stlar, sizlar uchun bugun ya'ni Lesa Apalovga narxlari Optim birinchi qo'l o'zlari ishlab chiqarishadi, ham Xitoydan olib kelishadi do'stlar. Xitoydagini olib kelishadi, nimani olib kelishadi? Endi lesalarimiz ham do'stlar mana Xitoydagi polo atsinkovkasi bor, yarim kraska, yarim atsinkovka va o'zimizda ham ishlab chiqarishayotgan narxlar bor. И plus Apalovga ham do'stlar o'zlari ishlab chiqarishadi. Narxlari necha pul bo'lyapti? Hozir hammasini bitta-bitta surishtiramiz do'stlar. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib, qo'llab-quvvatlab, Malades O'zbekiston deylar. Oldin to'g'risini aytsam, bu narsa qiyin bo'lardi. Hozir mana alhamdulillah o'zimizda ham. Xolasiz Atsinkovka Xitoydagi, xolasiz O'zbekniki. Xo'p. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Xo'p. Doniyorjon, birinchi stoykalarimizga gapiraylik. Keyin lesalarimiz narxini, keyin Apalov, yo birinchi stoykalar, Apalovkalar narxini aytamiz, lesalarda o'zimiznikini nimaligini ish bilan aytamiz. Xo'p, ikkita stoykamiz Xitoydagi 4 metr chiqadi, desa? 4 metr. 4 metr chiqadi. O'zimizniki 370. Ishlashi ikkoviniki bir xil. Bir xil. Hamma yo'q bir xil ekan-a? Xo'p, Xitoydagi necha pul, o'zimizniki necha pul? Xitoydagi 200 ming, o'zimizniki 190 ming. 10 ming so'm farq qiladi. 10 ming so'm farq qiladi. 12 to'latga dastavka bor. Kelishib. Temir qalinligidachi? Qanligi ham bir xil kelasi ham 2-2. Hamma yo'q lyuks kopiya bir xil. Qaralar, lyuks kopiya ham narxi ham arzon ekan. O'zimizniki do'stlar, xudo xolasa. Like qo'yib, dom qurayotgan, uy qurayotgan akalarimizga mana shu video tashlab berishlaringizdan chiqmasin. Birinchi qo'lda foydalanib olishadi, to'g'risi. Xo'p. Bundan keyin mana yerda mana nimalarimiz bor. Nima deydi? Apalovka. Apalovkani do'stlar O'zbekistonda yangi lisey bo'ladi. Apalovkani bitta ko'ringlar. Ya'ni mana yangilcha Apalovkani qilishibdi. Bu nomi ham Lego Apalovka ekan. Yangi liseydan qilinarkan, qiladigan tomoni e'tibor qilsalaring, mamutlar teshigi bor mana. Oldida 3 ta teshigi bor, tepada teshiklari bor. Ya'ni Apalovkani cheksiz miqdorda tepaga, cheksiz miqdorda yoniga ham terib ketsa ham bo'lar ekan. Zo'r ekan-a, to'g'risi. Eng qizi bor, Apalovkani qo'yib turib, 4 metr qo'yib turib do'stlar, sразу yuzga beton qo'yib yuborib turib, sразу stem pena qo'yib yuborsalar mana yuz tayyor bo'ladi, to'g'risi. Xo'p, men bu teshik ko'p yonida buni. Bu teshiga nima bo'lmaydimi, lekin oqib ketmaydimi suvi? Yo'q, betdan oqib ketmaydi. Endi o'qni razmeriga qarab o'zini kuyadigan seminni razmeriga qarab kuyilaveradi. Ha, o'shunga razmer nima qilgan-a bu? Xo'p, bu yangiligimiz necha puldan bilan misol uchun? Bunimizda 50ligi, shu 50 santligi 50 santimetrdagi 8 million 200 ming. Komplektda? Komplekt. Nechta bo'ladi komplektda? Komplektda 8 ta 2 metr, 8 ta 1,5, 8 ta 1 metr bo'ladi. Ha, burchagi ham bo'ladimi? Ha, 2 ta burchagi bo'ladi. Keyin o'sha nimasi? O'qi bo'ladi, bolti gaykasi hamma yo'q. Hamma yo'q ichida. Oladi, ishlatadi xolos. Ha. Xo'p. 50ligimiz 8 million 200 ming. 8 million 200 do'stlar, uchli qalinlikda qilingan ekan. O'zim dehqon bo'lib, ham uyga ham ishlatsa ham bo'ladi, ham arendaga berib soqib qilsa ham bo'ladi. Ha, 2 million. 2 million farq qilyapti. Undan ko'ra konteyner olgan. Menimcha konteynerda bitta tomoni bor do'stlar, buni yoniga Oltmışligi 7 million 200 ming, 70lik 7 million 800 ming, 80lik 8,5 million, 1 metrlik. Do'stlar mana o'sha aytgandek, polni komplekt mana bular ham bor. Hammasi Optim birinchi qo'l, o'zlari ishlab konteyner so'yib, o'zlari ishlab chiqarishadi. Xo'p, endi nimaga ketdik nariyoqqa? Ishlab chiqarishga.
Mana do'stlar, hozir obed payti, dam olish payti do'stlar. Mana shu yerda ishlab chiqariladi. Apalivka desalar, apalivka, Lego desalar, Lego. Mana bu Legoda уже mana bu yangisi ekan yo konteynermi bu? Yangi qilingan. Bu xudo xohlasa yangicha ixtiro qilingan do'stlar. Mana bu yerda endi ba'di kraska qilishadi. Mana do'stlar o'sha usullarda mana shu yerda kraska qilib, buni kraska joyi mana shu yerda polni kraska qilib chiqadi hamma narsani mana shu. Lesalar ham shu yerda kraska bo'ladi. Nima ham shu yerda kraska qilib chiqishadi. Xudo xohlasa lesalar ham mana endi cheksiz hisobga keldik. Lesalarimiz atsinkovka, poli atsinkovka deymiz. Nima uchun poli atsinkovka do'stlar? Mana qaranglar. Mana bu joylari kraska qilingan, kraska sepilgan, to'g'risini aytsam. Mana bu joyi mana atsinkovka mana. Cho'mbirini ko'rsatib qo'ying operator mana. Mana cho'mbiri, mana bu atsinkovka, bu ham atsinkovka do'stlar. Keyin yoniga qo'yiladigan nimalari bor. Bu ham atsinkovka, bu yerda temirlari mana. Mana bari. Ya'ni kashshay deydi biz o'zbekchasiga, ruschasiga ruschasiga bilmayman nima deydi do'stlar. Mana mashinasi ham atsinkovka. Bu ham xudo xolasa nimasi? Xuddi shuni mana o'zlari Xitoydan olib kelishdi. Xitoydan olib kelib sotish ekandan keyin sirazi o'zimizda lyuks kopiyalar sirazi paydo bo'lishni boshladi. Mana do'stlar, endi Xitoylar jo'natganda 3 talik stoykalar jo'natishgan. Ya'ni 3 tani yaxshi tomoni orasidan odam bemalol o'taverar ekan. Lekin biz o'zbeklar 4 talikni yaxshi ko'rishar ekan. 4 talik nimaga? Chunki 4 xil urovingga qo'shilaverar ekan. Buni arendaga berganda uyga, kvartiraga ham, keyin travitinchilar ham buni ko'proq yaxshi ko'rishar ekan. Katta domchilar 3 taligini yaxshi ko'rishar ekan. Katta ob'yemni bemalol ishni qilsa bo'laverar ekan. Xo'p, endi Doniyorjon, Xitoyimiz necha puldan China pantanamiz? Xitoy 650 ming dastavkasi ishlar buni. Qatgacha dastavka beramiz? Ko'proq olsa O'zbekistonda dastavka qilinaveradi. O'zbekiston dastavka 650 ming so'mdan O'zbekiston dastavkasi ishdi. Xitoydagi do'stlar, bu xudo xolasa o'tganimizdagi poli atsinkovka, 100% atsinkovka emas, kraska qilingan, yonlari atsinkovka, pastda mana paddoni bor. Endi qora ko'zlardik. Xolos. Narxini 620 ming so'm qilib beribsiz. Do'stlar, endi